Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hop, hozirroq layt bosib ko'ramiz. Qo'l mehnatlariga o'zinglar bir baholar berib, kommentariyada 1 dan 10 gacha o'zinglar baholab ketasizlar degan umidamiz. Darvozamiz mana qalinligi 5,5 ga chiqdi. Sasnay ochdan bo'ldi. Birga bir lak sepganmiz. Hop, o'zgacha naqshlari bilan ishlandi mana. Orqa taraflari polni hammasi temirdan jemchukka bo'yab yog'och rangga qilib berdik. Ot ko'rganlar temir ekan demasligi uchun endi temir baquvvat turadi. Ertadan keyin ancha-muncha suv puchachish hech narsa bo'lmaydi. Qanotlari o'zi juda go'zal holatda bo'ldi. Mana oshmoshlar hammasi temirdan. Qulupimiz ham qimmat qulupdan. Yopilishiga o'zinglar baho berib berasizlar. Oshmoshi buni ham temirdan qo'yardik. Yaxshisidan. Yaxshi kunlarga buyurib nasib qilaversin akamizga. Laykni bosib beramiz. O'zinglar izohlarda, kommentlarda addeshkada bo'lasizlar degan umidamiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplar bor. Narxlarni o'zlarini tushuntirib o'tamiz. Narxlari 1,5 milliondan boshlanadi. Xo'p, bu darvozamiz 1,700 1,800 so'mdan chiqadi kvadratiga. Orqa oldi bir xil bo'lsin degan akalarimizga 2 million so'mdan qilib beraveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.